Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xəbərlərimizin xabarlarimizin təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi to'rining 4-ayning 23 kundagi xabarda bildirilishicha, 4-ayning 22 kuni Amerika davlat ministrligi 2023-yillik kishilik huquq dokumentini e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini, Tibetni, Hong Kongni va Sharq Turkistonni siyosiy erkinlik va avtonomiya huquqidan mahrum qilganligini va kishilik huquqqa og'ir darajada daxl taruz qilganligini o'tirib qo'ygan. Amerika davlat ministri Antony Blinken Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida muhim so'zlarni qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 4-ayning 23 kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, muxbirlarning so'zlariga javob bergan. Yig'in jarayonida Markaziy televiziya stansiyasining muxbiri Amerikaning yuqorqi so'zlariga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbindan bu dokladga qanday javob qaytarganligini so'raganda, Wang Wenbin Amerikaning bu atalmish kishilik huquq doklati yillardan buyon o'ydirib chiqarilgan va yolg'on bilan to'lgan doklad. Uningdagi Xitoyga munosabatli mazmunlar siyosiy yolg'onchilik va ideya jihatiga bir taraflama qarash bilan to'lgan. Biz Amerika tilga elayotgan o'raylarda namratlik masalasini mutlaq hal qildik va demokratiyani taraqqiy qildirdik. Dunyodagi eng cho'ng ma'rifni, ijtimoiy kafolatni va davolash sistemasini barpo qildik. Davlatimizning davlat sharoitiga mos keladigan kishilik huquq taraqqiyot yo'lini tutdik. Amerika bo'lsa dunyodagi 200 ga yaqin davlat va rayondagi kishilik huquq vaziyatida mas'uliyatsizlik qildi. Agar Amerika haqiqatan kishilik huquqqa ko'ngil bildigan bo'lsa, qoral zo'ravonligi, sərlik chekimligining kengayishi, irqiy kamsitish va Amerikadagi kishilik huquq va izzat hurmatga daxl taruz qilish masalalariga yuzlanishi va muvofiq hal qilish kerak. Amerikaning o'zaro to'qnashayotgan rayonlarni qoral bilan ta'minlab keltirib chiqargan kishilik huquq ofatlarining misollaridan biri Amerika G'azzadagi 110 mingdan ortiq fuqaroning yarilishini nazardan saqit qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining G'azzada darhol urush to'xtatishini ilgari surish tirishchanligini rad qildi. Bu Amerikaning kishilik huquq masalasiga sal qaraydiganligi va dafsanda qilinganligining eng yaxshi isboti. Amerikaning sepi o'zidan saxta kishilik huquqchi va haqiqiy zo'migar davlat ekanligini uzundan buyon xalqaro jamiyat ko'rib kelyapti. Amerika boshqa davlatlardagi kishilik huquq masalasini bahona qilib, shu davlatlarning ichki ishlariga xohlagancha aralashishni, boshqa davlatlarning kishilik huquqiga daxl taruz qilishni, kishilik huquq va demokratiya nomida ziddiyat va to'qinish paydo qilishni darhol to'xtatish kerak deb javob bergan. Xitoy iqtisodiy xabarlar to'rining 4-ayning 24 kundagi xabarda ko'rsatilishicha, yaqinda Xitoy Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markazining yangi guvohnoma iltimos qilish zali kengaytirilib ishga kirishtirilgan bo'lib, bu zalga 8 yangi kinishki bajarish ko'znagi qo'shildi. Bu joyda hozir jami 50 dan ko'proq ish bajarish ko'znagi bor bo'lib, bu joyning kundalik yo'lovchi kutilish soni 10 ming odam qatimdan oshgan. Bu Xitoy Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markazi Xitoy bilan Qozog'istonning chegarasiga joylashgan bo'lib, umumiy ko'lami 5,6 kvadrat kilometr kelgan. Bu rayon Xitoyda o'tkazilgan har xil bayramlar, xalqaro faoliyatlar, xalqaro munbar savdo yarmarkasi qatorliqlar va Xitoy Qozog'iston O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi almashtirish va savdo hamkorlik faoliyatlari olib berilgan muhim sahnaga aylangan. Egilishicha, Xitoy Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markazi bu yil kirgandan buyon xalqaro halqagan import eksport miqdorini ko'rinarli oshirish bilan birga chegara halqagan sayohat kasbini zo'r darajada yuqori ko'targan. Qo'rg'as shahri bu yil kirgandan buyon jami 1,380,000 sayohatchini kutib olgan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 10,7% eshib, sayohat kirimi 1,355 million yuandan oshgan. Bu rayon chegara sayohati, chegara halqagan sayohat va mol sotib olish sayohatining moda iqlimiga aylangan. Xitoy Tangritog to'rining 4-ayning 22 kundagi xabarda deyilishicha, 2024-yillik atalmish bir balvoq bir yo'l meva ko'ktat sanoati taraqqiyot yig'ini Qashqar viloyatining Yengishar noyilik dehqonchilik ulgi ko'rsatish bog'chasida o'tkazilgan. Bu yig'in naq maydon va to'r orqali birlashtirib o'tkazilgan bo'lib, yig'inga Qashqar Yengishar noyisi, Shandong o'lkasi Veyfang shahri va O'zbekistonning Samarqand shahridan iborat 3 shaharda ayrim zal ta'sis qilinib bir vaqt o'tkazilgan. Shu kuni O'zbekistonning hukumat va korxona vakillari, Xitoy o'lkalaridagi va Sharq Turkistondagi savdo vakillari echilish marosimida qatnashgan. Yig'in jarayonida Qashqar Yengishar noyisi xalq hukumati O'zbekistonning Samarqand rayoni bilan savdo va ashyo oborti savdo hamkorlik kelishimi imzolagan. Xitoyning deyishicha, yaqinqi yillardan buyon Qashqar rayonining meva ko'ktatchilik kasbi davomli taraqqiy qilgan bo'lib, 2023 yili ko'ktat terish ko'lami 1,500,000 modan oshgan. Mahsulot miqdori 3,900,000 tonnaga yetgan. Yengishar noyisi Qashqar rayonidagi yadroliq ko'ktat terish markazi bo'lib, ko'ktat terish ko'lami 300,000 modan oshgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.